Surunkali bel og'rig'ini asosiy sababi nima deb o'ylaysiz? Grijami? Albatta yo'q. Protruziyami? Albatta yo'q. Mushaklar bo'lishi mumkin, faqat ular tez yaxshi bo'ladi va kamdan kam surunkali holatga o'tadi. Surunkali bel og'rig'ining asosiy sabablaridan biri bu uning bo'g'imlari. Spondiloartroz yoki fasiyat sindromi deyiladi. Birinchi marta eshitayotgan bo'lishingiz mumkin. Video davomida bu haqida to'liqroq tushuntirishga harakat qilaman. Endi e'tibor bering. Agar siz ertalab o'rningizdan uyg'onganingizda, o'rningizdan endi turish jarayonida belingizda og'riq his qilasizmi? Yoki deylik, bir joyda uzoq turib yoki o'tirib qolsangiz, o'rningizdan turayotgan payt belingizdagi og'riq kuchayib ketadimi? Eng asosiysi, ushbu og'riq biroz harakatdan keyin kamayadimi yoki to'liq qo'yib yuboradimi? Agar sizda shunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, fasiyat sindromi olamiga xush kelibsiz. Bu bel og'rig'ining eng kam e'tibor qaratiladigan va eng ko'p tarqalgan sabablaridan biri.